Console klassining redline metodini tanlaymiz. Buning o'sha redline metodidan farqi, redline bizda son o'sha berilgan matnni chop etish uchun edi. Redline bu kiritib olish uchun ishlatiladi. Demak, chiqaruvchi va kiruvchi o'sha metodlar hisoblanadi. Console redline bo'ldi. Demak, bu jarayonda hozir birinchi sonni kiriting degan matnimiz chop etiladi. Ikkinchi qatorda esa a o'zgaruvchimizga, int tipidagi o'zgaruvchimizga konsol o'yinida yozgan sonimiz string tipida kirib keladi-da, konvertatsiya orqali int tipida a ga o'zlashadi. Demak, xuddi shu holatni men yana bir marta kopiya qilaman, faqat bu safar b o'zgaruvchiga qiymat o'zlashtiriladi va jumlamizda ikkinchi sonni kiriting deb o'zgartiramiz. Ikkita sonni kiritib olamiz navbati bilan va endi ularning yig'indisini chop etishimiz kerak. Keling, men yana console redline ga murojaat qilaman. Qavslar orqali natija teng deb yozaman va yana console redline qilamiz. Natija nimaga teng? Natija albatta o'sha a plus b ga teng. Demak, bu yerda hozir a ni b ga qo'shib ikkalasining natijasini chop etib berish kerak. Keling, men dast kodimizni bir marta ishga tushirib ko'raman. Xatolar bo'lsa biror-galikda to'g'rilaymiz. Birinchi sonni kiritishimizni so'rayapti. 4 kiritaman, ikkinchi sonimiz 5, natija 9. Demak, ko'rib turibmizki, dasturimiz arifmetik jihatdan to'g'ri hisob-kitoblar qilyapti, faqat foydalanuvchi uchun unchalik qulay emas, chunki tenglikdan keyin kelish kerak. 4, 5 ham xuddi shunday, natija ham tenglikdan so'ng chiqishi kerak. Keling, men uni to'g'rilayman. Qanday bo'ladi? Demak, redline metodini yozayotganimizda bizga ko'zimiz tushdiki, o'sha line siz bo'lgan write o'zi ham bor edi. Line nima uchun kerak edi? Line o'sha matnni chiqargandan keyin kursorni bitta pastga tushirib yuborish uchun kerak edi. Shuning uchun tenglikdan so'ng natijamiz yoki kiritayotgan sonimiz davomdan chiqmayotgan edi. Men o'sha linelarni olib tashlayman va endi ishga tushirganimizda o'zgarishni o'zingiz ko'rasiz. Demak, birinchi son 4, 5 va natija 9. Demak, to'g'ri ishlayapti dasturimiz. Bu borada savollar bo'lsa yozsalar ham bemalol joyga yozishimiz mumkin. Menimcha hozircha darsimizni tugatsak bo'ladi.